Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz muqaddas san'a 9-may xotira va qadrlash kunini yurtimiz bo'ylab chuqur hurmat va ehtirom ila nishonlamoqdamiz. Bu sana jasorat, fidoilik va sadoqat ramzi. Bu kun urushda jon berganlar, tirik qaytganlar, orqada qolib o'g'li, eri yoki yo'lboshchisini kutganlarning sabri va sadoqatini eslash kunidir. Tarixni unutgan xalq yo'qoladi, tarixni yodlagan esa mustahkam turadi. Ikkinchi jahon urushi insoniyat boshidan kechirgan eng og'ir sinovlardan biridir. Bu urushda O'zbekistondan 1,5 milliondan ortiq yurtdoshlarimiz safarbar etilgan. Ularning yarmi ortga qaytmadi. 500 mingdan ortiq jasur o'g'lonlarimiz begona yurtda, begona tuproqda mardona halok bo'ldi. Urush yillarida O'zbekiston orqa front vazifasini bajardi. Minglab bolalar, ayollar, keksa insonlar boshqa hududlarda yurtimizga evakuatsiya qilindi. Aynan xalqimizning mehri, bag'ri kengligi o'sha yillarda minglab qalblarga umid berdi. Biz faxrlanamizki, o'zbekistonliklar orasida 500 dan ortiq kishi Sovet ittifoqi qahramoni unvonini olgan. Bu bizning millatimizning jasorati, vatanparvarligi va or nomusi timsolidir. Bugun Toshkentda joylashgan xotira maydoni va undagi Motamsaro ona haykali yuragimizdagi og'riq va ehtiromni ifodalaydi. U yerga borib orom topgan har bir qahramon ruhi oldida bosh egamiz. Aziz faxriylar, sizlarning mardligingiz tufayli bu tinchlikda, erkinlikda, kelajakka ishonch bilan yashayapmiz. Sizlarning ismingiz tarixda zarhal harflar bilan yozildi. Biz uni avlodlarimizga yetkazamiz. Jasorat unutilmaydi, xotira abadiy, hurmat burch. Yuragimizda muhabbat, yodimizda fidoilik bilan ushbu qutlug' kunda barcha yurtdoshlarimizga tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik tilayman. Xotira abadiy bo'lsin, qahramonlar ruhi shod bo'lsin.